ammo sen usha olmasding. Oyog'ing bor edi, sen yura olmasding. Seni tishing bor edi, sen yeya olmasding. Kim senga rizq berdi o'sha vaqtda? Onangni ko'kragidagi sut. Shu bugunga davr butun olimlar, butun ilmlari bilan, butun texnikalari bilan, butun pullari bilan ona ko'kragidagi sutdek bir shirin sut yarata olmadilar. Ammo Alloh bu sutni onangni ko'kragiga kim uchun joylashtirdi? Kim buni Allohdan so'radi? Kim bunga pul berdi? Yozda esa sen uchun u sutni sovutar edi. Qishda esa sen uchun u sutni isitar edi. Kim bularni qilardi sen uchun? Har kecha seni kim qarar edi? Onangchi onang, kechasi bilan uxlamasdan seni tervatib chiqqan onaga shunday sevgi bergan kim? Kechasi bilan seni tervatib chiqishga nima majbur qiladi? Allohning sevgisi emasmi? Seni qo'llaring tuta olmas edi. Alloh bunga ruxsat berdi. Oyoqlaringchi yura olmas edi. Alloh bunga ham ruxsat berdi. Alloh senga tish berdi. Alloh senga aytyapti. Alloh senga aytyapti. Seni yuraging har bir urishi uchun Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh bir martadan bo'lsa yo'q dedimi? Tasavvur qiling, bir kunda 100 mingga yaqin yurak urishi. Alloh bir martadan bo'lsa yo'q dedimi? Seni vujuding Allohdan ruxsat so'raydi nafas olish uchun. Alloh bir martadan bo'lsa yo'q dedimi? Hatto sen harom qilayotganingda, hatto sen zino qilayotganingda, hatto o'zingga o'zing zarar berayotganingda, Allohning g'azabini keltirganingda, Alloh harom qilgan narsani qilayotganingda, o'zingni zararing uchun qilayotganingda, hatto o'sha vaqtda seni yuraging Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh o'shanda ham ruxsat beradi. Bugun insonlar bir-birlari bilan bitta qilgan xatolari uchun gapirmaydilar. Bitta qilgan xatolari uchun gapirmaydilar.